Qadrdonlar, doim videolarimizda aytamiz, yaqin kelajakda shu 5-6 yil ichida trendga chiqib ketadi shu mashinalar. Xudo xolasa bu videolar anchagina turadi. O'shanda bir ko'rib, to'g'ri aytgan ekan deb qo'yasizlar. Zo'r stansiyada Isuzu, chunki hozir ko'ryapsizlar, shaharlar rivojlanib, mahallalar asfalt bo'lib, katta mashinalarga kirish ozgina qiyinchilik tug'diryapti. Xudo xolasa hech qanaqa muammoga duch kelmaydigan, soqqani bosadigan, hech qanday kamchiligi yo'q texnika topib qo'ydim. Poychog'imiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, aniqrog'i. Dokumenti 2009 yig'ilgan bu avtobusdan faqatgina Ramas xolos avtobus aka. Faqat Rama avtobus. Qolgan hamma yo'g'ini Xudo xolasa zavodga qo'ygansiz-a? Kabinani qanaqasidan qo'ygansiz aka? TTP bo'lganmi yo tozasidan qo'yganmiz? Asvijit deydimi, kraska? Ha, yengil asvijit qilingan. TTPsi yo'q. Yo'q, yo'q. Shumka qilingan. Shumka qilingan, silikon. Qo'yili. Ammo juda chiroyli yig'ibsizlar, qo'yi. Yil 2009 Senji faqatgina aytib o'tganimizdek Ramas avtobus xolos. O'zi avtobus Rama bilan Gruzoy Ramani farqi bo'lmasa kerak, qalin yupqaligida yo'q. Bir xil bo'lar ekan. Bir xil bo'lar ekan. Bosing. Qo'yi. Qo'yi. Juda tiniq ishlayapti lekin. Mana motorlarni ko'ringlar. Katta ekan motor lekin baquvvat ishlangan ekan. Euro 3 motor ekan, mana interkollari bor ekan, konditsioneri bor ekan. Kabina taylari ham zo'r ekan, mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Uzoqdagi obunachilarimiz uchun ma'lumotda bu. Kabina taylari ham butun. Motor umuman avtorasol qilmas ekan, korobkada hech qanaqa ishi yo'q ekan. Akkumulyatorni qachon qo'ygansiz aka? Akkumulyatori yangi hisob. Bortini zavoddan ham baquvvat qilishyapti. Kim yasagan bo'lsa otasiga rahmat. Like bosib qo'yilishi uchtamizga ko'ylar juda ham baquvvat qildi. Hadramini ham zo'r qilibdi. Bortini ham juda baquvvat qilib ishlashibdi, ko'ringlar. Ikkita silindr dedingiz-a? Ikkita silindr. Bu ikkita silindr yonma-yon qo'yilgandan keyin aqabaqa tashlash bo'lmaydi, to'g'rimi? Bir-birini pasanja qilib turarkan. Silindralarni aytib o'tishganda mana ikkita parallel qilib qo'yilgan. Bu ya'ni yonboshlashga moyillikni kamaytiradi. Bittalik yakka silindrga qaraganda juda ham baquvvat ishlangan ekan lekin. Ko'ringlar mana. Hovar aspitel qo'yilgan, bachularni ham moshni qilib o'rnatishibdi lekin. Aka, tarasi qancha chiqyapti buni? 4 tonna 360 o'zini kilosi. 4 tonna 360 aka. Hujjatda 5 tonna. Ha, agar hozir tarozga tushmas ekan-da, 10 tonna, 12 tonna bilan, ha? Xudo xolasa tushganimiz yo'q. Buni 6 ta baloni 100% holatda ko'ringlarmi? Diskalari bilan. Diskani ham yangi qo'yganmisiz? Diskalari ham yangi hisob. Qo'y. Reduktorchi tezdan emasmi aka? Tezdan bo'lsa, peredodi dodingizga yuboradi, to'g'risi. Korobka, motor, hamma resurslari ham samasvali zavodskoy aka. Shu. Hamma yo'q zavod bilan birga bir ishlangan. Hujjatlari-chi aka? Hujjatlari o'zim nomimda. Narashkaga ruxsati ham bormi? Shu 30 sm ga ruxsat dokumentda bor. Bor-a? Qo'y. Dokumentda qilingan u. 30 sm chiqib chiqmas ekan, lekin Yana qo'ysa bo'ladi bunga jicha. Baki ham zavodski o'ziniki-a? O'ziniki. Qo'y. Plus tomonlaridan biri buni konditsioneri ham bor ekan, interkollari ham bor ekan aka. Tekshirtirib olish kerak, freon o'rnatib. Bu texnikamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida turibdi. Pastga egalar nomerini qoldirib qo'ydik. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilishingiz mumkin. Bu video roligimizni zo'r sostenada ideal qilingan Isuzu Samasval qidirib yurgan do'stiga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Narxini $25,900 so'rashyapti. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsalaring savdolashadigan joyi bor. Karimaga buni bir variant qilib beramizmi, yoki bo'lmasa o'zimiz vodiyliklarga? Yo, naqdmi faqat? Gaplashamiz. 5-10 ming yetmay qolsa kelishaveramizmi? Kelishamiz. Hozir ham muddatga bo'lsa ham kelishaversin, ko'rishaversin, gaplashaveramiz. Ustida gaplashaverasiz, xudo xolasa. Savdolarni bersa yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.